Quvonch sig'maydi qarog'imizga, bir kelib keting qishlog'imizga. Quvonch sig'maydi qarog'imizga, mehmon bo'lib keling qishlog'imizga, bir kelib keting qishlog'imizga. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Yana biz yangi manzildamiz. Mana o'zingiz ko'rib turibsiz, men toshdan yasalgan tepalik ustida bejiz turmadim. Chunki tepaliklari ko'p, tepaliklardan qo'rg'onlar yasalgan joydamiz. Qayerda deysizmi? Andijon viloyatining Qo'rg'ontepa tumanida. Bo'ston bo'lgan yurtim Andijon, ko'ksi osmon bo'lgan yurtim Andijon. Bog'i bo'ston bo'lgan yurtim Andijon, ko'ksi osmon bo'lgan yurtim Andijon. Qaddi baland qahramonlar o'lkasi, dongaratar Andijonim o'lkasi. Qaddi baland qahramonlar o'lkasi, Andijonim o'lkasi. Paxtasidan oltin tog'lar yaratgan, qismatidan go'zal bog'lar yaratgan. Paxtasidan oltin tog'lar yaratgan, qismatidan go'zal bog'lar yaratgan. Qalbi tor ham bog'bonlar o'lkasi, dongaratar Andijonim o'lkasi. Qalbi tor ham bog'bonlar o'lkasi, dongaratar Andijonim o'lkasi. Aqomatli pahlavonlar o'lkasi, dongaratar Andijonim o'lkasi. Dongaratar Andijonim o'lkasi, dongaratar Andijonim o'lkasi. Aziz tomoshabinlar, Andijon polkasiga raqsga tushishni o'zi bo'lmaydi. Chunki andijoncha shiddat, andijoncha chapanilik kerak bu uchun, to'g'rimi? Sizni bunaqa deb o'ylagan emasdik. Men televizorlarda ko'rardim, lekin siz bunaqa o'ylashingiz andijoncha ekanligini bilmasdim. Andijon polkamiz texnika talab qiladi. Biza Andijon mana ayollari yigitlardan qolishmasdan o'ynab berishga doim harakat qilib kelganmiz. Mana davom etyapti. Andijon polka raqsining ichida o'zi Andijonni his qilib olasizda. Bu bizni xalqimiz ham mehnatkash. Bu yerni mana bor kuchi bilan butun yerdagi shu bor kuchini tortib oladi. Bu harakatlarimiz biz har doim ishga shaymiz degan mana. Ishdan keyin oshga. Tayyormiz degani. Ha. Ishdan keyin osh. Qo'llar shimolab, qo'lni. Chaling. Ha. Ha. Mana. Ha. 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 Mana. Mana qarang. Mana. Hop mana. Hop. Ha.
Aziz tomoshabinlar, hozir mana shu raqs jarayonida men bu harakatlarni o'rgandim. Mana bunaqa harakatlar Asakada, Andijon Asakasida oshish. Mana bunaqa qilishlari esa Andijonda o'sha uchqur marhamatdagi er shiatlari bo'lgan, to'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri. Qamchilash bu. Mana bunisini ham endi bilib oldim. Yerga ishlov berish ekan. Eng shumari. Dehqonchasiga. Andijonchasiga ham mehnat ham, yer o'yish ham, oshish ham, o'yinga tushish ham hamma yoq Andijonchasiga. Aziz do'stlarim, sizlar bilan do'st tutinib qoldim. To'g'risi, tomoshabinlar bu guruhning nomi Bedana Bitbiliq deydi-ku. Iltimos, men qishloqlarni aylanib kelgunimcha sizlar ketmay turinglar. Agar mabodo charchab qolsangiz, yana qaytib keling, charchoqlaringizni yozib boramiz. Yana sog'insangiz kelaverasiz, 5-10 yilga yoshartirib yana jo'nataveramiz. Bo'lmasa, kelinglar. Endi mana shunday zo'r kayfiyatda Andijonning qishloqlarini, taomili va urf-odatlarini ko'rsatish uchun biz boraylik. Ikkita kutib turasizlarmi? Albatta kutamiz. Men albatta qaytaman. Meni kuting va men qaytarman dedi-ku. Ko'rsatuvni birgalikda yakunlaymiz. Ketdi. Salomat bo'ling. Kelib keting qishlog'imizga. Rahmat sizga meni shu qishloqqa taklif etganingiz uchun. Endi bir narsa yodga tushib qoldi-yu. Bizni o'sha Qo'rg'ontepadagi madaniyat uyini xodimlari kutib turishganmikin? Albatta. So'zida turadimi Qo'rg'ontepaliklar? Turadi. Bizni hali sizga ko'rsatib maqtanadigan ishlarimiz juda ko'p. Yo'q, ketdik, o'sha yerga yuguraylik. Yerga ham ketdi, kelmayapti-yu mana. Kelmaydi shekilliga endi. Opajonam bir anjonlilar kiydiray deb Toshkentdan kelib allab qo'ydi shekilli. Yo'q. Bizni Andijon palovini yeb, hazm qilolmay, o'tirgan joydan tura olmay qolibdi shekilliga. O'zichi to'g'ri aytadi. Qishloqqa kelgan odam qaytib keta olmay qoladi bu yerda. Ovoz tozasidan. Kelmaydi shekilli. Kelmaydi shekilli. Opani aniq o'tkazib mehmonga. Ani kelyapti, opam kelyapti. G'iybat to'xtatinglar, g'iybat. Opa, sizni gapirib turuvdik. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi xislatlarim gapiryotuvdinglarmi? Albatta. Charchab qolmadingizmi? Yo'q. Kimdir olib qoldimikin deb hozir g'iybat qilayotgandingiz. Rost so'zlaydiganlar ham bor ekan. Sizlarni kuttirib qo'ydim. Uzr, qishloqlar shunaqa rivojlanganki Andijonda. Nima bo'lsa ham yaxshi taassurot qoldi Andijondan. Andijondan yaxshi taassurotdaman. Aziz tomoshabinlar, agar bizday shunaqa chiroyli taassurotlarga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, albatta Andijonga keling. Andijonni ham, ya'ni shivasi bilan aytganda bo'lib ham Qo'rg'ontepaga keling. Omon bo'linglar. Endi chal. Erkin aka, chaling. Opani bir o'ynataylik. Kalmana shoir bu atlasmidi? Kalmana shoir bu atlasmidi? O'zbegimning qizlari tarifi shumasmidi? O'zbegimning qizlari tarifi shumasmidi? Atlasga mosmasmidi? Atlasga mosmasmidi? Mamalar kiygan libos atlasmi adresmidi? Mamalar kiygan libos atlasmi adresmidi? Kiydirib babolarin ishqida yonmasmidi? Kiydirib babolarin hajrida yonmasmidi? Kalmana shoir bu atlasmidi? Kalmana shoir bu atlasmidi? O'zbegimning qizlari tarifi shumasmidi? O'zbegimning qizlari tarifi shumasmidi? Atlasga mosmasmidi? Atlasga mosmasmidi? Andijonni yo'li soz, yo'lida o'ynaydi g'oz. Andijonni yo'li soz, yo'lida o'ynaydi g'oz. Qizlari qizil gilos, yigitlari ishqimoz. Qizlari qizil gilos, yigitlari ishqimoz. Kalmana shoir bu atlasmidi? Kalmana shoir bu atlasmidi? O'zbegimning qizlari tarifi shumasmidi? O'zbegimning qizlari
mosmasmidi atlasga mosmasmidi atlasga mosmasmidi Mani yorim Qo'qonda panjarali do'konda voy mani yorim Qo'qonda panjarali do'konda hali kelsa ko'rasiz qosh ko'zi muqomda hali kelsa ko'rasiz qosh ko'zlari muqomda kalmana shoyi bu atlasmidi kalmana shoyi bu atlasmidi o'zbegimning qizlari tarifi shu masmidi o'zbegimning qizlari tarifi shu masmidi atlasga mosmasmidi atlasga mosmasmidi quvonch sig'maydi qarog'imizga bir kelib keting qishlog'imizga quvonch sig'maydi qarog'imizga mehmon bo'lib keling qishlog'imizga bir kelib keting qishlog'imizga